Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Yakubova Nargiz Rustamovna, Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi katta o'qituvchisiman. Bugun men sizlarga biokimyo fanidan toliqish va ishdan so'ng dam olish davrida organizmda sodir bo'ladigan biokimyoviy o'zgarishlar haqida ma'ruza o'qib beraman. Ma'ruza rejasi: toliqish davridagi biokimyoviy o'zgarishlar, muskul ishidan so'ng dam olish vaqtidagi biokimyoviy o'zgarishlar, shoshilinch tiklanish, qoldirilgan tiklanish, uzoq davom etayotgan yoki zo'riqqan ish faoliyati natijasida ro'y beradigan organizmning holati bo'lib, ish qobiliyatini pasayishini bilan sodir bo'ladi. Toliqish organizmning himoya reaksiyasi hisoblanadi, chunki u organizmda yaqinlashib kelayotgan noqulay biokimyoviy va funksional o'zgarishlardan dalolat beradi va ularni oldini olish uchun avtomatik ravishda muskul faoliyati intensivligini pasaytiradi. Toliqish harakatlanish impulsini hosil bo'lishi va ularning ishlayotgan muskullarga uzayishning buzilishiga namoyon bo'ladi. Natijada nerv signallarining qayta ishlash tezligini sekinlashadi va markaziy nerv sistemasining xarakterlanuvchi markazida himoyalovchi tormozlanish jarayoni u nerv markazida almashinuv jarayonining buzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Ifodalanadi. ATF nisbati va kreatin fosfatning miqdorining kamayishi bilan sodir bo'ladigan nerv markazlaridagi ATFning parchalanishi va retsenziyatsiya jarayonining nisbati buziladi. Umuman olganda, makrogenlar miqdori kamayadi. Himoyalanuvchi tormozlanishning rivojlanishi oddiy sharoitda nerv to'qimalaridagi moddalar almashinuvining normal metabolik bo'lgan amino kislotasini miqdorini nerv hujayralarida muskul ish faoliyatida kuzatiladigan o'zgarishlarga ham bog'liq bo'ladi. Agarda ana shu barcha o'zgarishlar bitta yoki bir guruh muskullarni innervatsiya qilayotgan unchalik ko'p bo'lmagan nerv hujayralarida sodir bo'lsa, bu mahalliy charchash sifatida ko'krak qafasi yoki bel muskullari charchaydi va hokazo. Bordi-yu, bosh miya bo'stlog'ining katta qismini egallab qolsa, umumiy charchash sifatida qabul qilinadi. Toliqishning turi bo'lishi mumkin. Birinchisi aqliy, ikkinchisi sensor, uchinchisi emotsional, to'rtinchisi jismoniy. Bu har bir organizmda kuzatiladigan holat. Bundan tashqari, toliqishning ikkita fazasi bo'lib, yashirin va yaqqol toliqish. Yashirin toliqishda ish qobiliyati pasayadi, charchash subyektiv sezilmaydi va faqat oksidlanish fermentatsiyalarning faolligi pasayadi xolos. Yaqqol toliqqanda esa bu ish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi. Toliqish obyektiv sezilarli va oksidlanish jarayonining borishini buzilishi bilan sodir bo'ladi. Muskullarning ish faoliyatida sodir bo'ladigan organizmning muskul va boshqa organ va to'qimalardagi biokimyoviy o'zgarishlar ishdan so'ng dam olish vaqtida tugatiladi. Muskul ish vaqtida katabolizm jarayonlari ustunlik qiladi. Muskullarda kreatin fosfat, glikogen, moy almashinuvlari, keton parchalanishi, jigarda glikogen glyukozagacha parchalanib, qon orqali ishlayotgan muskullar yurakka va boshqa miyaga yetkazib beriladi. Yog'lar kuchli parchalanadi va moy kislotalar oksidlanadi va hokazo. Bir vaqtning o'zida organizmda moddalar almashinuvining orqali mahsulotlarni sut va fosfor kislotalari, karbon kislotalari, ADF, AMF, sidikchil va boshqalar to'planadi. Organizmdagi biokimyoviy o'zgarishlarning umumiy yo'nalishi va normada qaytish uchun kerak bo'lgan vaqtda qarab tiklanish jarayonlari ikkita tipga ajratiladi: shoshilinch va qoldirilgan tiklanish. Shoshilinch tiklanish ishdan so'ng dam olishning bir yarim soatlarni o'z ichiga oladi. Bu tiklanish davrida ish vaqtida to'planib qolgan anaerob parchalanishning mahsulotlari eng avval sut kislotasi hosil bo'lgan kislorod qarz bartaraf qilinadi.
qoldirilgan tiklanish muskul faoliyatidan so'ng dam olishning ko'p soatlarini o'z ichiga oladi. Qoldirilgan tiklanishning tub ma'nosi organizmda plastik almashinuv jarayonining kuchayotganligi va ish vaqtida buzilgan ion endokrin muvozanatini tiklashdan iborat. Mana shu davrda organizmning energetik resurslarini ishlashgacha bo'lgan darajaga qaytishi tugallanadi. Ish vaqtida parchalangan struktura va ferment oqsillari va boshqa hujayra strukturalarining sintez jarayonlari kuchayadi. Tiklanish mashqlanish jarayonining ajralib bo'lmaydigan qismi bo'lib, uning ahamiyati mashqlar o'z ahamiyatidan kam emas degan fikr hozirgi vaqtda hech kimga hech qanday shubha tug'dirmaydi. Chunki juda ham tiklanishimiz qiyin kechayapti. Shuning uchun ham turli tiklanish vositalaridan amaliy foydalanish, mashqlanishning samaradorligini yanada oshirish, sportchilarning yuqori darajali tayyorgarligiga erishish uchun muhim rezerv hisoblanadi. Keyingi yillarda biologik faol preparatlar ba'zi guruhlari tiklanish jarayonini tezlashtirish, ish vaqtida sarflangan plastik va energetik resurslarni faol to'ldirish, katta jismoniy yuklamalar vaqtida organizmning muhim funksional sistemalarini tanlab boshqarishlar uchun maqsadga muvofiq ravishda foydalanilmoqda. Ularga quyidagi preparatlar kiradi: aminokislotalar, oqsilli preparatlar, polivitaminlar komplekslar, anabolitik moddalar, energiyaga boy preparatlar, o'simlik va hayvon organizmidan ajratib olingan adaptogenlar, aktopertiklar, va gepatoprotektorlar, immunitet tizimiga ta'sir qiluvchi preparatlar va hokazolar hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, e'tiboringiz uchun rahmat. Qo'shimcha ma'lumotlarni Renessans ta'lim universiteti kutubxonasidan olishingiz mumkin.